Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, salomatmisizlar? Mana shu xolodilnigimiz uzunligi 2.13, balandligi dedi 1.90 ga boradigan 3 eshiklik, ikkala tomondan ham eshigi bor. Mana bu ochiq holatdagisi bittasi. Buni yopamiz mana. Buni yopdik. Bu tomonda ham 3 ta eshigi bor. Bu tomonda ham 3 ta eshigi bor mana. Bu tomonda ham 3 ta eshigi bor. Marhamat, bu tomondan ham mahsulotingizni qo'yaverasiz mana. Mana. Bu tomondan ham qo'yib qo'yasiz mahsulotlaringizni mana. Bemalol. 5 ta polkasi bor bularning, 5 ta. Mana buni ham bir tomonda eshigi bor, 2.13 bu ham balandligi bir xil razmerda. Buni bir tomonda oynaylik, bir tomoni eshiklik mana ikkinchisiniki mana. Mana. Ko'ryapsizmi? Buni oldi splashdan oynak. Narigi tomonda ishlayotgan odam tortlarni qo'yadi, pirojni qo'yib qo'yardi. Mijoz kelib qaysini tanlaydigan bo'lsa, o'shani olib, yonda xon tevasiga olib jo'nataveradi mana. Mana. Xohlang mana ikki eshikligidan, xohlang bir tomon eshikligidan mana. Marhamat. Endi mana bular go'sht mahsulotlariga, oziq-ovqat mahsulotlariga, oziq-ovqat do'konlari uchun bular oldi ochiladigan oynayliklar.